PUBG'da 120 FPS qizuvmi? Kutib oling, Poco F7 keldi. Haqiqiy gamerlar va kuchli xarakteristikani tushunadiganlar uchun Poco F7 smartfoni. Antutu programmasida 2 milliondan ortiq ball to'plagan Snapdragondan kuchli protsessor nafaqat o'yinda, balki sun'iy intellekt orqali ishlatganingizda ham umuman qotmasdan ishlaydi. Aynan shu modelda Pocophone modellarining orasida eng kuchli akkumulyator 7500 mAh akkumulyatorga ega bo'ldi. 608 dyumli 1.5K 120 Hz Flow AMOLED displey o'rnatildi. Smartfon 90 wattli tezkor quvvatlash va 22 wattli boshqa smartfonlarni quvvatlash xususiyatiga ega. Sony kompaniyasidan IMX882 50 megapikselli asosiy kamera o'rnatildi va albatta IP69 standartida chang va suvdan himoyasi mavjud. Smartfonni korpusiga keladigan bo'lsak, juda ham chidamli, kuchli metalldan tashkil topgan. 24 GB operativ xotira va 512 GB ichki xotiraga ega. 4K 60 FPS formatida video suratga oladi. Smartfonning narxi qiziq bo'lsa, kommentariyada 7 so'zini yozib qoldiring. O'zimiz sizga jo'natib boramiz.